Ana bayram tayyorgarligi ketyapti. Bu yoqlarni o'xshatib katta maydon. Mana Safiya, Amina o'shandan qo'mis. chiroyli bo'lyapti manaki. Manaki. Tepalardan tayyorgarlik ketyapti. Hali onalar urchiqlarni aylantirib yotibdi. Hali aylantiraman deydi, lekin men videoni tutaversam vaqti bo'lmaydi-da. Endi qara, urchig'imiz ovlab ketdi. Bir minut oladi. Asorat meni video qilyapti, asorat video qilyapti. Yana aytayapti, urchiqlar mana urchiq aylanyapti. Ay yashang, ona yashang. Aniki qara archiq qadimdan qolgan urchiq. Yana bitta aylantirish urchig'i bo'la qolin tutib o'tirib. Ungacha bu apamiz voy malades, apaga o'tmay aylanib qoldi urchiqlar. Gap yo'q urchiqlarga. Ay ungacha men tayyorgarlik har xil formada qichalam deb kelyapti. Mana, eson omon nasib qilsa tinchlik, sog'lik berib tursa, Navro'z ayyomini o'tkazib bo'lamiz. Xudoy xohlasa, keyin uyimizga boramiz. Ana 10 kun uyga bormay, sayili bayramlarni shida o'tkazishga to'g'ri kelib qoldi. Sherdamiz nasib bo'lsa. Men hech nima qilmayman. Mana shunday chong gaplar. Hammamiz mana sherdamiz. Xudoy xohlasa, bayramlarni o'tkazib boramiz. Haqqim yo'qmi? Yo'q, o'zimni olishga haqqim yo'q. Faqat birovlar olaman, hech kim video olaman demaydi.